Bizlar Mikrokredit bankdan aka sizlarga ham kreditlarni har oyda uchrashuv bo'lishi kerak. Shu oy Tinchlik mahallasiga biriktirilgan ekan. Uchrashuv o'tkazish bo'yicha tadbirkorlarni o'tkazib, kredit produktlarini taqdim etishimiz kerak. Tushuncha berishimiz kerak. Bizlarda kredit olaman desa, kafillik bilan ayollarga 26%, erkaklarga 22%, 100 milliongacha eng mahalla biznesga birinchi qadam produktlarimiz bor, kredit produktlari, ta'lim kreditlar, avto kreditlar, ipotekalar, xohlaganlar bemalol borib olsa bo'ladi. Omonat jalb qilsak bo'ladi, omonat karta borib bemalol bankka murojaat qilsangizlar, murojaatnomangiz bo'lsa, bemalol qarab qilib beramiz. Olish istaganingiz bo'lsa. Birorta savollar bo'lsa, beringlar, javob beramiz. Foiz nimaga bunday qimmat? Foizi shu respublika bank tomonidan o'rnatilgan shu bizlar shu narsani tahlil qilamiz. Kartochka bilan yo'qmi? Yo'q. 8%ga narxi. 12% mahalla